Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men yana Kakashi va bugun biz yana o'sha o'yinni o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasa ketdik. Tushunarli. Demak, bularning ustidan yurib boshlash kerak ekan. Yo'q, babam bro. Buni ancha qiyin. Mana. Ana endi kirdik. Dramalar bo'ldi. Nima qilish kerak? No. Voy. Bu safar uddalanmadik. Qani bo'lmasa ketdik. Yana turnish. Yo'q. Boshqatdan iltimos. Qani. Shoshilamiz. Hey, to'xtab qolmasang-chi. Voy, boshqatdan qilishga to'g'ri keladi. O'taman, albatta. Kit. Taslim bo'lmaymiz. Keldik. Yo'q bo'la. Kirib ketdim. Так что parta sho'tdi. Sakan. Bilek. Oy, bilek. Nima qiyin bu? Mana. O'tdim. So'nggisi deyarli. Parta meni oldimga kelar ekan. Bo'ldi mana. Ben aytdim, menimcha parta tushib ketaveradi desam. Tinchirin, bilan. Arra ekanda borgan. What the fuck? İploschi. Baxti. Sen buding o'sha vur. What the fuck? Buni iloji yo'q kecham. Oh no. Yo topdim. Ortaya sakrash kerak ekan, shista chiqib ketdi. Ibli. What the fuck? Hey, dur. What the fuck? Ibli. Yo, nima qilib What the fuck? Shu payti haroma. O'tdim o'zimni. Qanaqa bilmam lekin. Bosib ketmaymanmi? Bildim. Mayli ekan. Aka dedim ekan. What the fuck? Aka degan narsani hurmat qilmaydi yoshlarga. Nima bo'lgan o'zi? Bildim. Bo'ldi kirdim. Bildim. To'g'an tuzoqlar yo'qmi hali? Bir amalab o'tdim. Lekin judayam mazga bo'lib ketdim-da bor-ku. Tushundim.
Teknoloji. Teknoloji. Ama bu haqiqiy mi bu? What the fuck? Ya bunu qanday qilamiz? Men tushunmayapman-da. Sen shunday yurdigan. Endi kutmay kutamiz. Mana yoqda yana bittasi chiqar ekan. Endi tushundim. Kutish kerak ekan-da faqat. Tek. Mana o'sha chiqdi sakraymiz. Bir amallab kirdik. Lekin judayam uzun chiqib ketdi o'zi ham. Nima qilamiz? Faqat sakrashni. Tushunarli. Ana endi tushundim. Yubili. O'tib ketdi. Bu sefer kırdım. Bile. Bu kanka kronku. Mazgi bile. Tushunmay qoldim hozirgi o'yinda. Ana endi tushundim hozirlik. Demak emas pastdagi knopkani bosish kerak. Yo'q urmabman. What the fuck? Orqaga qaytishim kerak edi-ku. Demak, tepadagi knopka. Qo'lim ishlamay qoldi. Axir kirishim kerak edi-ku. What the fuck? Voy bilan. Endi uddalaman degan paytim bu haqiqiy asab o'yin ekanligini endi bildim-da borku. Odam nasabini yer ekan-da. Ana endi kirdim. Asabik bilet. What the fuck? Kirib ketdim, bir amalab kirib ketdim. Epladim. Labirintni deyman-da, bitta. Yubili. Nega shunaqa payt eng qiyin qilib qo'yadi bular? No. Asab buzarlik endi kelganman. Endi yaxshi hayot kechiraman degan paytim oldindan qanaqa bu kattalar chiqib keladi. Shu mayli qanaqa bo'lmasa ket. O'tamiz, majburmiz, boshqarma ham qurardik. Lekin boy desam alam
qoldi. Endi kelganimda lekin. Yo, bunisind malamli bo'ldi. Sakso keldik mana bize. Voy. Turishda qachon o'taman? Xo'sh, o'rganchilar bu o'yindan biza bir amallab o'tib oldik boyagisda. Faqat meni biroz asam chiqqanim uchun videoni to'xtatib qo'ydim. Bir amallab o'tib olay dedim-da. Yo, pastda yo tepada bo'lardi. What the fuck? Bu nima degan gap? Bosdim-ku, hozir bosdim, nima ishlamadi endi? Zaybal. Bosgan paytim ishlamagandan keyin nimani kutishku? Bildi. Bu hozir yerga chiqib ketdimmi? Ne oldu? Ha, mana. Tugma bo'lsa o'zim bor, azob ekanman.